Yesha qo'y. Hoy-yey. Yesha qo'y. Hoy-yey. Yesha qo'y. Hormanglar ustalar, hormanglar. Keldingizmi, shef? Qorin yesha qo'y. Hoy-yey. Bo'p ketdi-yu. Endi yo'lda shashlik pishishini kutib qolib ketdik-da endi. Nima deysizlar? Xotin, bo'l, ustalarga dasturxon yoz, obed tayyorla. Nima bu shashlik? Ne siqiryapsan shashlik-ku? Erkakga 3 marta omad beriladi degan-ku. Nobodo bittasini ishlatib qo'ymayapmiz-mi? Ollaring, menga anaqa qiyma meniki tegmanaman, yirtaman tegsalarni. Anu makaronga o'xshargan shashlik. Ha, vallahi olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Shef, keling o'zingizlar. Yo'q, men boya shashlik kutib qolib ketdim dedim-ku. O'shani yeyapmiz biz, olinglar. Zato omadimiz o'zimizda qoldi. Davay, ollar. Shef, mana qarang, obkatkadan chiqdi. Devorni nima qilaylik? Abo'y qilaylikmi yoki atachentami? Abo'y qilasan-da, atachentani nima qilaman? Shef, abo'ylarga eskirdi. Atachent hozir. Abo'y qil bo'ldi. Men aytganim degan, deganim degan. Tushundingmi? Abo'y yoz. Adasi, bu yoqqa qarab oring. Hozir. Abay shoir emasmi? Menga qarang, eskicha odammisiz? Hozirgi zamonda abo'y ham qildiradimi? Atachenta qildirasiz, qo'ni-qo'shnilar nima deydi? Hop. Ustalar, men o'ylab ko'rdim. Abo'y bo'lmasa, atachenta yaxshi ekan, o'ylab ko'rdim. Chuqur o'yladim. Shef, vanna qilamizmi yoki dush kabinami bu yoni? Dush kabina ham boshini ko'raman, vanna qo'yamiz, vanna. Dush kabina deb qolmaysizmi? Просто buzish kerak yana. Ey, men gapirdim. Vanna deyapman, vanna. Yoz, vanna deb yoz. Adasi, To'xta. Hozir. qanaqa vanna? Yuring bu yoqqa. Qo'shnimizni qarang, qanaqa chiroyli dush kabinlar qilgan. Siz bo'lsa, qayerdagi vannalarni qilaman deysiz. Voy, undan tashqarichi mamlaqa navieslar ham qilishar ekan, oyna bilan bog'liq bo'lgan hamma narsalarni qilishar ekan. Omay qarab, bu qo'shning qayerda qildirdi bunaqa narsalarni? Voy, install glassda qildirishibdi. Narxlari ham anchagina arzon ekan, hamyonbop ekan. Dush kabina qo'ya qol. To'nki yozding-a, spiskani berchi. Nima bu, nima yozding? Jinnimisan? Ha, bolalar, nima bo'ldi? Qaysini nima qilamiz? Mana shu oq qilaylikmi, fasadli yoki yashilmi? Endi oq qilasan, oqda chiroyli bo'ladi. Yashil deb yoz. Men oq dedim senga. Hozir adasi deydi, keling chaqiradi. Yana bunday gaplashasa keling yashil deydi. Yoki bu uydagi keling xalqsa keling bilan gaplashib qo'yaylik. Chirillama. Bu erkagi menman, tushundingmi? Men aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi. Oq dedimmi? Adasi. 2 minutda aytib beraman hozir.